kelloid chandiq to'g'risida eng kerakli ma'lumotni beraman. Buni hali sizga hech kim aytmagan. Videoni albatta saqlab qo'ying. Kelloid chandiq terini xavfsiz o'smalar qatoriga kiradi. Bu kelloid chandiqni olib keluvchi bir nechta faktorlar bor. Birinchisi demak yog'li ovqatlar, gazirovkalar, shirinliklar va chaqchuq, demak yong'oq, pista, bodom va shular kiradi. Ko'rib turibsizki, bu mahsulotlar juda ko'p energetik quvvatga ega. Bu organizmga kirgandan keyin jigarga borganda jigarni ish faoliyatini keskin o'zgartiradi. Shuni hisobiga organizmda kelloid chandiq xavf omili paydo bo'ladi va demak organizm kelloidga o'sishga moyil bo'lib qoladi. Mana shu sababdan demak kelloid o'sadi. Kelloid nafaqat akneni asorati, balki boshqa narsalar. Ukol qilgandan keyin o'rnidan kelloid chandiq o'sib chiqishi mumkin. Kesilgan joyi operatsiya o'rnilaridan kelloid chandiq o'sib chiqishi mumkin va boshqa teriga mexanik ta'sir o'tkazilgandan kelloid chandiq, даже udar bo'lganda ham kelloid chandiq o'sib chiqishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda bu oziq mahsulotlardan o'zini ozgina tiyib, eng birinchi navbatda demak kelloid chandiq hosil bo'lishi boshlayaptimi? Albatta dermatolog huzuriga boring. Siz to'g'ri spetsialist tanlasangiz, asoratsiz bu kasallikni yengasiz.